Febril talvasa, ya'ni isitmada bo'ladigan talvasa xurujlari bu qanaqadir og'ir epilepsiya kasalligi yoki nevrologik buzilish emas. Bu faqatgina yuqori tana harorati isitmaga bo'ladigan organizmning reaksiyasidir. Ba'zida, masalan, kamqonlik, qanaqadir mikroelementlar, vitamin D, kalsiy, temir va boshqa mikroelementlar yetishmovchiligi tufayli organizmda balans buziladi va shuning hisobiga yuqori tana haroratida shunaqangi titrashlar, qaltirashlar yuzaga keladi. Va bundan so'ng esa hech qanaqangi og'ir nevrologik buzilishlar, karaxtlik yoki xotira, psixomotor buzilishlar kelib chiqmaydi. Faqatgina talvasa bo'ladi, bo'ldi. Shundan keyin bola yana odatiy o'sha hayot tarzini davom ettiraveradi. Bunaqangi holatda hech qanaqangi EEG tekshiruvlari, qanaqadir bir antiepileptik, ya'ni talvasaga qarshi dorilar berilishi kerak emas, umuman mumkin ham emas. Agar epilepsiyada aynan shu febril talvasa xurujida EEG qilib ko'rgan taqdiringizda ham hech qanaqangi og'ir epileptik o'choqlar yoki qanaqadir epilepsiyaga o'xshash belgilar ham aniqlanmaydi. Bolada faqatgina hammasi sog'lomlik ko'rinadi. Agar haqiqiy epilepsiya febril talvasa xuruji bo'lsa, shuning uchun hech qachon febril talvasa xurujida qanaqadir dorilar iste'mol qilishingiz shart emas. Agar to'g'ri juda ham ko'p, masalan, haftasiga, kuniga bo'ladigan yoki juda ham ko'p bo'ladigan epilepsiya bo'lsa, aynan febril talvasa xuruji bo'lsa va bundan tashqari har safar o'sha epilepsiya xurujidan so'ng bolada psixomotor rivojlanish orqada qolish bo'ladigan bo'lsa, chuqurroq tekshiruv, EEG tekshiruv, MRT tekshiruvlari o'tkazilishi va shularning xulosasiga qarab turib keyin davo taktikasi tanlanishi mumkin. Kecha xuddi shunaqangi holat bo'ldi. Bola keldi, 4-5 oyda bir marta yo uzog'i bilan 2 marta shamollaganda, isitmada tana harorati ko'tarilganda talvasa xuruji kuzatilishiga va boshqa hech qanaqangi o'zgarish bo'lmasligiga shikoyat qilib kelishdi. Bola psixomotor rivojlanishi hammasi joyida, norma, yurishlari, gapirishlari 2,5 yoshga mos, juda ham yaxshi holatda va epilepsiya xurujidan so'ng hech narsa kuzatilmaydi. Ota-onaning roziligi bilan EEG qilib ko'rganimizda ham toza chiqdi, yoshiga mos, hech qanaqangi epilepsiya o'choqlar aniqlanmadi va bola karbamazepin ichib yurar ekan. Bundan oldingi murojaat qilgan joyida karbamazepin yozib berishgan, 5-6 oy davomida iste'mol qilib yurar ekan va dorisini sekin-astalik bilan atmen qilish rejasini tuzib chiqdik va bola juda ham yaxshi. Kamqonlik, vitamin D yetishmovchiliklari aniqlandi va mana shularni korreksiya qilish rejasini tuzib chiqdik. Bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Shuning uchun sizlarda febril talvasa xuruji bormi? Hech qachon qo'rqmangizlar. 5-6 yoshgacha bu holat o'tib ketadi.